bo'ladigan kelin salomdachi, xudo xola hammamiz 100% ishtirok eta olmaymiz. To'g'rimi ayollar? Shuning uchun bu xonadondan hali hech kim norizo bo'lib ketmaganligini inobatga olgan holatda qisqagina, lo'ndagina salomni e'tiboringizga taqdim etamiz. Kelin poshsha singiljonim tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Salomni she'r qilib emas, qo'shiq qilib aytamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Qani ketdik. O'g'il tug'ib kelgan, kelin olib suygan. O'g'il tug'ib kelgan, kelin olib suygan. Salom salom, kelin salom, qaynonaga ko'p salom. Salom salom, yana salom, oyjonisiga ko'p salom. Baxmal urban taxlagan, kelin bilib saqlagan. Qabul qiling oyjonisi, mehribonisi. Sizga mana shu chiroyli salomlar 3-keliningizdan, to'g'rimi? Mashalloh. Ko'z tegmasin. Endi kelin poshsha, sizni tug'ib voyaga yetkazgan va yuraklari hozir hayajonda turgan, lekin yetkazganiga shukr deya ko'zlari baxtdan porlab turgan onajoningizga navbatdagi salomlar bo'ladi. Xudo xola qabul qilib oling. Qani ketdik. Bilmaganni bildirgan, hamma ishni to'ndirgan. Qabul qiling onajonisi, mehribonisi, sirdoshi. Sizga salom yor, yana salom yor. Kelin poshsha o'sha gap. Bitta o'ng tomonga, bitta chap tomonga kelgan mehmonlarimizga salomlarni bajo keltiramiz. Qo'linglar bo'sh bo'lsa, niyat qilib turgan bo'lsanglar, qarsinglarni qo'rqmasdan cho'laverasizlar. Eshik qoqib kelganlar, to'y muborak deganlar. Eshik qoqib kelganlar, to'y muborak deganlar. Eshitib olinglar mehmonjonlar, sizga salom yor, yana salom yor. So'zlarda bollari, yuzlarida hollari. So'zlarda bollari, yuzlarida hollari. Qabul qilinglar mehmonjonlar, mezbonjonlar. Sizga salom yor, yana salom yor. Ko'p yashang kelin poshsha. Endi kuyov bolamizning do'stlari hammalari hozir choyxonada o'tirishibdi. Zor intizor kuyov bolamizni poylab, to'g'rimi? Kuyov bolamizni yolg'izliklarini bildirmaslik uchun nima qilamiz? Bilib qarsiylarni, qiy-chuvlarni davomiy qilib turamiz. Qani ketdik kelin poshsha. Shunday kuyov bolaga o'girilib oling. Kuyov bola kelin poshshaga yuzlanib oling. Qani ketdik. Kastim shimlar yarashgan. Kastim shimlar yarashgan. Ko'chada qizlar qarashgan. Kiyimlari yarashgan. Voy qo'yib bersa, hozir qizlar qarashgan-u talashgan. Shuncha qizga qaramasdan Nozilaxonni tanlagan. Kuyov bolaga ko'p salom, salom salom, yana salom. Bek yigit, boy yigit, ota-onasini duosini olgan solih yigitga chiroyli ta'zimlar. Voy o'zim o'rgili kuyov bolamiz kulvordilar. Yoqib ketdi shekilli-ya. Yoqmagina qolsin-ey. Yoqadi-dek, to'g'rimi? Yetkazganiga shu qo'sha qaringlar iloyim. Mana shu tabassum bilan onajonlarga har kuni boqib tursanglar, bularga boshqa hech nima kerak emas. Endi kuyov bola tayyor bo'lsangiz, guldastani qo'lga olamiz. Bugundan boshlab